Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan doktor Abdullayev. Bugun doktor Abdullayev botulinum terapiya kursini yana bir sonini yakunladik. Bugungi mavzumiz qo'l va oyoq spastikasida ultratovush nazoratida botulinum terapiyani qo'llash. Bugungi mana ishtirokchilarimizdan biri avvalgi yilimiz bizda o'qib kursimiz tamomlab, yaxshi natijalarga erishib, xursand bo'lib bizga yana qaytadan kelib, yangi kursimizni mana o'qib ketyaptilar. Men bundan juda ham mamnunman. Bu holat bizga ishonch bag'ishlaydi va motivatsiya beradi. Ya'ni borib o'sha bemorlardan natija olib, xursand bo'lib kelib, shunchalik kecha ancha-muncha gaplashdik. Mavzu haqida juda ham xursand bo'ldim rostdan. O'zingizni fikrlaringizni bildirsangiz, xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum. O'tgan safargi kursda ancha o'zim uchun manfaatli bo'lgan ma'lumotlarni olganligim uchun, bemorlarga ancha foydali bo'lganligi uchun ikkinchi kursga ham yozildim. Bu mavzu juda ham qiziqarli bo'ldi. Juda ham kerakli ma'lumotlar olindi. O'zim qiziqtirgan ma'lumotlarga javob oldim. Xudo xolasa kelajakda xuddi shu ma'lumotlardan foydalangan holatda bemorlarga yaxshi natijalar berishga harakat qilamiz. Juda ham xursandman. Xudo xolasa siz 3-kursimizni ham kutamiz. Juda ham zo'r yangiliklarimiz bor. Aynan botulinum terapiya yo'nalishida ish olib borayotgan, faoliyat yuritayotgan mutaxassislar uchun yangiliklar bilan bo'lishishda davom etamiz. Bizni kuzatib boring. Doktor Abdullayev botulinum terapiya kursida qatnashing va biz bilan rivojlaning.